Assalomu alaykum aziz yaxshilar. Arpay tumani Oqtosh shahri, Oqtosh mahalla fuqarolar yig'ini Boltay Suyun bobo xonadoni. Bugun 18-iyul 2025-yil muborak juma kuni. Bobo 3 ta obyektiga jami quvvati 50 kilovatlik quyoshli inventori, 64 kilovat quvvatli quyosh paneli o'rnatdi. Birinchi obyekt uyi xonadoni. Bu yerga 20 kilovatli quyoshli inventor qo'yildi mana. Hozirda energiya samaradorlik 9 kilovat energiya beryapti. DS himoya tizimi. Mana ko'rinishi. Bu AES himoya tizimi. Relay напряжение, AVR bo'ldi. Uyga himoya tizimi qo'yildi. Xonadonga 40 ta panel qo'yilgan, 590 vatlik. Mana tomni ustiga 16 ta. Bu ayvoniga 24 ta 590 vatli panel qo'yilgan. Hozirda energiya samaradorlik bir kunda 147 kilovatgacha energiya berdi. Endi ikkinchi obyektiga boramiz. Xudo xolasa e'tiboringiz uchun rahmat. Mana Suyun bog'imizda ikkinchi obyekti Odilbek to'ylar maskani. To'ylar maskaniga 20 kilovatlik invertor qo'yilgan, 580 vatli paneldan 48 dona qo'yilgan. Hozir tizim haqida qisqacha obzor qilaman. Mana tizimda umumiy ko'rinishi, soatimiz 10 bo'ldi. Unda energiya samaradorlik 18,6 kilovat energiya beryapti. Bu himoya tizimi, avtomat противная защита rahiyatlar qo'yilgan. Mana bu qisqacha obzor berib o'tmayman. Endi boboni mobil ilovasi orqali taqqoslaymiz. Invertor bilan mobil ilovani. Mana demak soat 10 da, hozirda 18:04. Bu 2 minut farq qiladi. Internetga chiqadi, qaytib kelguncha vaqt o'tadi. Bir kundagi samaradorlik 177 kilovat energiya bergan kechagi holat bo'yicha. Yaxshi samaradorlik, yaxshi, Xudoga shukr. Suyun bog'imizda 3-obyekti Odilbek avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchasi. Shoxobchaga 550 vatli paneldan 20 ta qo'yilgan. 10 kilovatli Crowd invertor qo'yilgan. Hozir ko'rsataman. Obzor qilib. Tizimimizning ko'rinishi mana shu. Himoya tizimi. Demak, hozirda 6,3 kilovat energiya beryapti. Soat 10 necha bo'ldi? 10:15. 10:15 bo'ldi soat. Mobil ilovadagi ko'rinishi. 6,3 kilovat energiya samaradorlik mana bir kunda eng maksimalni qancha? 76 4 kilovat energiya bergan. Rahmat.